Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun sizning e'tiboringizga nihoyatda muhim va dolzarb mavzuni havola qilaman. Bu yangilik so'zsiz ko'plab oilalarning moliyaviy ahvoliga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Hukumat tomonidan tasdiqlangan va joriy etilayotgan yangi ijtimoiy himoya ro'yxati haqida gapirmoqchiman. Bu ro'yxat nafaqat kimlar ijtimoiy yordam olishi mumkinligini aniqlab beradi, balki ushbu yordamni olish mezonlarini ham tubdan o'zgartiradi. Kimlar bu ro'yxatga kiradi, kimlar undan chiqib ketishi mumkin, qanday o'zgarishlar kutilmoqda va eng muhimi, siz o'z oilangiz uchun nima qilishingiz kerak? Bularning barchasini bugun juda batafsil muhokama qilamiz. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumotni o'zingiz va yaqinlaringiz uchun saqlab qolishingiz juda muhim. Yangi ijtimoiy himoyani aniq belgilashning asosiy muammosi avvallari ijtimoiy yordam tizimi bir qancha kamchiliklarga ega edi. Masalan, kambag'allik chegarasini aniqlashda ko'pincha subyektiv yondashuvlar mavjud edi. Ba'zi oilalar qog'ozda yaxshi ko'rsatkichlarga ega bo'lsa-da, amalda qiyin ahvolda yashardi. Boshqalar esa rasmiy daromadlari past bo'lsa-da, norasmiy daromad manbalariga ega bo'lib, ijtimoiy yordamni haqiqiy muhtoj oilalardan tortib olar edi. Bu muammo ko'pincha haqsizlikka olib kelardi. Masalan, mahalla qo'mitasi a'zolari yoki ijtimoiy xodimlar muhtojlik darajasini aniqlashda shaxsiy tanish-bilishchilikka asoslanishi mumkin edi yoki ba'zan oddiygina ma'lumotlarning yetishmasligi sababli xato qarorlar qabul qilinardi. Oilaning avtomobili bormi yoki yo'qmi? Uyning kattaligi qancha? Qanday qishloq xo'jaligi mollari bor? Bularning barchasi baholanishi kerak edi, ammo bu jarayon doim ham shaffof va adolatli emasdi. Endilikda vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Yangi tizim ma'lumotlar almashinuvi va raqamlashtirish asosida ishlaydi. Hukumat bir nechta ma'lumotlar bazasini birlashtirishga kirishdi. Masalan, soliq idorasi, kadastr, banklar, Ichki ishlar vazirligi va pensiya jamg'armasi ma'lumotlari bir platformada jamlanadi. Bu degani, endi sizning rasmiy daromadingiz, mulkingiz, avtomobilingiz bor yo'qligi, bank hisobvarag'ingizdagi mablag'lar va hatto xorijdan kelayotgan pul o'tkazmalari ham tizim tomonidan tahlil qilinadi. Maqsad yordamni chinakam muhtoj bo'lganlarga, ya'ni haqiqiy daromadi kambag'allik chegarasidan past bo'lgan, mulki minimal darajadagi va yordamga ehtiyoji bor oilalarga yo'naltirish. Eski tizimdagi subyektiv omillarni kamaytirib, obyektiv va shaffof mezonlar asosida qaror qabul qilishga intilinyapti. Bu jarayonning murakkabligi shundaki, har bir oilaning o'ziga xos holati bor va buni faqatgina raqamlar bilan to'liq baholash qiyin. Shu bois yangi tizimda inson omilini ham butunlay yo'qotmaslikka harakat qilinadi, lekin uning rolini nazorat ostida saqlash ko'zda tutilgan. Birinchi asosiy qism yangi ro'yxat haqida bilishingiz shart bo'lganlar keling. Yangi tizimning asosiy jihatlarini tahlil qilaylik. Eng muhim o'zgarish bu kambag'allik chegarasini hisoblash metodologiyasidir. Endi bu chegaraga nafaqat bir oila a'zosiga to'g'ri keladigan o'rtacha daromad, balki boshqa omillar ham kiradi. Misol uchun oilaning uy-joy sharoiti, kommunal to'lovlar uchun qancha pul sarflanadi, oila a'zolarining salomatligi, nogironlik, surunkali kasalliklar, bolalar soni va ularning yoshi, maktabga borishi yoki bormasligi kabi ma'lumotlar ham inobatga olinadi. Bu ma'lumotlar tizimga kiritilib, har bir oila uchun individual muhtojlik balli hisoblab chiqiladi. Yuqori ball to'plagan oilalar ro'yxatga kirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Endi esa kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanmasligi kerakligi haqida batafsil gaplashaylik. Kimlar xavotirlanishi kerak? 1. Norasmiy daromad manbalariga ega bo'lganlar. Avvallari oylik maoshini rasman past ko'rsatib, qolganini konvertda oladiganlar yoki o'z-o'zini band qilgan holda daromadini deklaratsiya qilmaydiganlar ijtimoiy yordam olish huquqiga ega bo'lishlari mumkin edi. Endilikda bank hisobvaraqlaridagi tushumlar, pul o'tkazmalari, ayniqsa chet eldan keladigan va yirik xaridlar monitoring qilinishi sababli bunday daromadlar ham hisobga olinishi mumkin. Masalan, bir oila bosqinchilik bilan yashaydi. Oila boshlig'i qurilishda norasmiy ishlaydi va o'rtacha oylik 5 million so'm daromad topadi. Lekin buni hech qayerda rasman ko'rsatmaydi. Uning rafiqasi esa uy bekasi. Ularning 2 farzandi bor. Eski tizimda ular kam ta'minlangan deb topilishi mumkin edi, chunki rasmiy daromadlari yo'q. Yangi tizimda esa agar uning bank hisobvaragiga muntazam ravishda pul tushumlari kuzatilsa yoki katta miqdordagi xaridlar amalga oshirilganligi aniqlansa, ular yangi ro'yxatga kirmasligi mumkin.
Tizim ularning haqiqiy turmush tarzini moliyaviy oqimlar orqali tahlil qilishi mumkin. 2. Mulkiga nisbatan daromadi kam ko'rsatilganlar. Ko'pgina oilalarda, ayniqsa qishloq joylarda bir nechta uy yoki avtomobil bo'lishi mumkin. Lekin ularning rasmiy daromadlari juda past. Yangi tizim kadastr va transport vositalari reyestridagi ma'lumotlarni tekshiradi. Misol uchun shaharda yashovchi 2 farzandli oilani olaylik. Oila boshlig'ining rasmiy oylik maoshi 5 million so'm, rafiqasi ishlamaydi. Ularning bir qimmatbaho avtomobili bor. Bozor narxi 200 million so'mdan ortiq va bundan tashqari ijaraga beriladigan ikkinchi uyiga ega. Avvalroq ularning rasmiy daromadi pastligi sababli yordamga haqli bo'lishi mumkin edi. Endi esa tizim ularning mulklarining qiymatini hisobga oladi. Agar ularning avtomobil va ikkinchi uyi ijara daromadi bilan birga kambag'allik chegarasidan yuqori darajani ko'rsatsa, ular ro'yxatdan chiqarilishi mumkin. Bu yerda aniq raqamlar muhim. Masalan, umumiy mulk qiymati ma'lum bir summadan, aytaylik 500 million so'm oshsa, bu oila yordamga muhtoj emas deb hisoblanishi mumkin. Yordamga muhtoj bo'lmagan, lekin avvalgi ro'yxatlarda turgan oilalar. Eski tizimda ba'zi xatoliklar tufayli yoki vaziyat o'zgargan bo'lsa-da, yordam olishda davom etayotganlar bo'lishi mumkin edi. Yangi ma'lumotlar bazalarining integratsiyasi bunday holatlarni aniqlash imkonini beradi. Masalan, bir oila 10 yil avval haqiqatan ham muhtoj bo'lgan va shuning uchun ijtimoiy yordam ro'yxatiga kiritilgan. Ammo so'nggi 5 yil ichida ularning farzandlari chet elga ishlashga ketgan va muntazam ravishda oilaga har oy 10 million so'm miqdorida pul yuboradi. Eski tizimda bu oila ro'yxatdan chiqmasligi mumkin edi. Chunki ularning rasmiy daromadi hali ham kam bo'lib ko'rinardi. Yangi tizimda esa pul o'tkazmalari ma'lumotlari bazasi ularning haqiqiy moliyaviy imkoniyatlarini ko'rsatib beradi va ular yordam ro'yxatidan chiqarilishi ehtimoli yuqori. Kimlar xavotirlanmasligi kerak va hatto qo'shimcha yordam olishi mumkin? 1. Haqiqatan ham og'ir ahvolda bo'lgan, ammo avval e'tibordan chetda qolgan oilalar. Bu toifaga nogironligi bor a'zolari bo'lgan oilalar, yolg'iz onalar, ota-onasini yo'qotgan bolalarni tarbiyalayotganlar, surunkali kasalliklarga chalinganlar kiradi. Avvalgi tizim ba'zan ularning murakkab vaziyatlarini to'liq baholay olmasdi. Misol uchun, yolg'iz ona 2 nafar voyaga yetmagan farzandini tarbiyalaydi. Uning rasmiy oylik maoshi minimal ish haqidan biroz yuqori, ehilari million so'm. Unga turmush o'rtog'idan aliment kelmaydi. Avvalgi tizimda uning maoshi bir kishi boshiga hisoblanganda juda past bo'lsa-da, ba'zi mezonlarga ko'ra u ijtimoiy yordam olish huquqiga ega bo'lmasligi mumkin edi. Yangi tizim esa uning yolg'iz ona ekanligi, farzandlarining yoshi, ijarada turishi yoki kommunal to'lovlari miqdorini hisobga olib, unga yuqori muhtojlik balli beradi va uni yangi ro'yxatga kiritadi. 2. Rasmiy daromadi past, lekin mulki yo'q oilalar. Bunday oilalar ko'pincha og'ir sharoitlarda yashaydi. Yangi tizim ularning mulksizlik darajasini ham baholaydi. Masalan, turmush o'rtoqlarining ikkalasi ham rasman ishsiz, o'z uyi yo'q, qarindoshlarining uyida yashaydi. Ularning hech qanday avtomobil yoki boshqa qimmatbaho mulki yo'q. Oldingi tizimda ular ishsiz bo'lsalar ham ba'zi byurokratik to'siqlar tufayli yordam olishda qiynalishlari mumkin edi. Yangi tizim esa ularning haqiqiy mulksizligini va daromadsizligini aniq ko'rsatib, ularni birinchi navbatda yordam ro'yxatiga kiritadi. Katta oilalar va ko'p farzandli oilalar. Bolalar soni ko'paygan sari oilaning har bir a'zosiga to'g'ri keladigan daromad tabiiy ravishda kamayadi. Yangi tizim bu omilni jiddiyroq inobatga oladi. Misol uchun 5 nafar farzandli oila. Oila boshlig'i 3 million so'm maosh oladi, rafiqasi uy bekasi. Ularning jami daromadi 3 million so'm bo'lsa, har bir oila a'zosiga 500 ming so'm to'g'ri keladi. Eski tizimda bu miqdor ham yordam olish uchun yetarli bo'lmasligi mumkin edi. Chunki ma'lum bir miqdordagi bolalar soni uchun maxsus ballar hisoblanmasdi. Yangi tizim esa ko'p farzandli oilalar uchun alohida mezonlar joriy etadi, ularga yuqori ustunlik beradi va yordamga muhtoj deb topadi. Ikkinchi asosiy qisim istisnolar, tuzoqlar va nuanslar har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, yangi ijtimoiy himoya ro'yxatida ham o'ziga xos istisnolar. E'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan tuzoqlar va noaniq nuanslar mavjud. Ularni bilish sizga vaziyatni to'g'ri baholashda va kerak bo'lganda o'z huquqlaringizni himoya qilishda yordam beradi. Mavsumiy daromadlar va vaqtinchalik ishlar. Qishloq xo'jaligida ishlaydiganlar, qurilishda mavsumiy ishchi bo'lganlar yoki vaqtincha biror joyda ishlab,
keyin ishsiz qolganlar uchun daromadlarni hisoblash murakkab masala bo'lib qoladi. Masalan, bir kishi yilning 6 oyida yaxshi daromad topadi. Qolgan 6 oyda esa ishsiz bo'ladi. Tizim bu 6 oylik daromadni bir yillik o'rtacha daromad sifatida baholashi mumkin. Bu esa uni yordam ro'yxatidan chiqarishga olib keladi. Ammo amalda u yilning yarmini daromadsiz o'tkazadi. Bunday holatlarda arizada mavsumiy ishingizni va daromadingizning notekisligini aniq ko'rsatishingiz zarur. Agar tizim buni avtomatik ravishda inobatga olmasa, siz shikoyat qilib, qo'shimcha tushuntirishlar berishingizga to'g'ri keladi. Ya'ni uzoq muddatli kasalliklar va sog'liq muammolari. Oila a'zolaridan birining surunkali kasalligi yoki nogironligi oilaning moliyaviy ahvoliga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki davolanishga doimiy ravishda katta mablag' sarflanadi. Tizim avtomatik ravishda sog'liqni saqlash idoralari ma'lumotlari bilan bog'langan bo'lsa-da, ba'zi xususiy klinikalardagi davolanish xarajatlari yoki dorilar uchun sarflangan pullar aks etmasligi mumkin. Agar sizda shunday holat bo'lsa, davolanish uchun qilingan xarajatlar haqida cheklar va ma'lumotnomalarni saqlab qo'yishingiz kerak. Bular sizning oilangizning muhtojlik ballini oshirishga yordam beradi. Masalan, oilada saraton kasalligiga chalingan bemor bo'lsa, uning davolanishiga har oyda bir necha million so'm sarflanishi mumkin. Bu esa oilaning boshqa ehtiyojlari uchun pul qoldirmaydi. Bu kabi xarajatlar ro'yxatga kirishda hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin. Mulkning haqiqiy qiymati va daromad keltirmasligi. Yuqorida aytganimdek, mulkning mavjudligi ijtimoiy yordam olish imkoniyatiga ta'sir qiladi. Ammo ba'zi mulklar, masalan, uzoq qishloqdagi eski uy yoki dehqonchilik uchun ishlatiladigan kichik yer uchastkasi amalda oilaga katta daromad keltirmasligi mumkin. Tizim avtomatik ravishda kadastr ma'lumotlariga asoslanib mulkning mavjudligini qayd etadi. Ammo uning haqiqiy daromad keltirish salohiyatini to'liq bog'lamasligi mumkin. Misol uchun bir oilaning shahar chetida 10 sotiq yer uchastkasi bor, lekin bu yerda dehqonchilik qilish uchun mablag'i yo'q. Yoki u erkin iqtisodiy zonaga yaqin joylashgan bo'lib, kadastr qiymati baland, lekin amalda uning sotilishi yoki ijaraga berilishi qiyin. Bunday holatlarda siz arizangizga bu mulkning daromad keltirmasligi haqida tushuntirish xati ilova qilishingiz kerak bo'ladi. 4. Arizalardagi xato yoki noto'g'ri ma'lumotlar. Raqamli tizimga kirishda eng katta xavf bu inson omili. Ya'ni ma'lumotlarni kiritishda yoki hujjatlarni yuklashda yo'l qo'yiladigan xatolar. Hatto kichik bir noto'g'ri raqam yoki sanalar oilaning yordam ro'yxatdan chiqarilishiga sabab bo'lishi mumkin. Arizani to'ldirishda juda diqqatli bo'ling va barcha ma'lumotlarni 2 marta tekshiring. Agar ma'lumotlarni to'ldirishda qiyinchilikka duch kelsangiz, oila a'zolaridan, do'stlardan yordam so'rang yoki mutaxassislarga murojaat qiling. 5. Vaqtinchalik qiyinchiliklar. Ishdan bo'shash, biznesning to'satdan yopilishi, tabiiy ofatlar natijasida mol-mulkning yo'qolishi kabi vaqtinchalik, ammo jiddiy qiyinchiliklarga duch kelgan oilalar tezkor yordamga muhtoj bo'ladi. Tizim ma'lumotlarni ma'lum bir davriylikda yangilaydi. Masalan, har 3-6 oyda. Agar sizda shoshilinch yordamga ehtiyoj tug'ilgan bo'lsa, lekin tizim sizning ahvolingizni hali yangilamagan bo'lsa, hududiy ijtimoiy himoya bo'limlariga shaxsan murojaat qilib, vaziyatni tushuntirishingiz kerak. Ba'zi hollarda favqulodda yordamlar uchun tezkor choralar ko'rilishi mumkin. Praktik maslahatlar sizga nimadir qilishingiz kerak? Yuqorida aytilgan barcha ma'lumotlarni inobatga olgan holda endi amaliy qadamlarga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qaysi hujjatlarni to'plashingiz lozim va qayerga murojaat etishingiz kerakligini birma-bir ko'rib chiqamiz. Bu sizning yangi ijtimoiy himoya ro'yxatiga kirish imkoniyatingizni sezilarli darajada oshiradi. O'z vaziyatingizni real baholang. Avvalo, o'z oilangizning moliyaviy va ijtimoiy holatini xolisona tahlil qiling. Barcha daromad manbalarini, rasmiy va norasmiy mulklaringizni, mavjud qarzlar va majburiyatlaringizni, shuningdek, oila a'zolarining salomatlik holatini hisobga oling. Agar sizda yuqorida aytilgan xavotirlanish kerak bo'lganlar toifasiga kiradigan jihatlar mavjud bo'lsa, ularni to'g'rilash yoki tushuntirish uchun hozirdan tayyorgarlik ko'ring. Agar siz xavotirlanmasligi kerak bo'lganlar qatorida bo'lsangiz, demak sizning yordam olish imkoniyatingiz yuqori. 2. Kerakli hujjatlarni to'plang. Hukumatning rasmiy portalida Maydan.gov, uz yoki ijtimoiy himoya agentligining sayti batafsil hujjatlar ro'yxati berilgan bo'ladi. Ammo asosiy hujjatlar har doim bir xil pasport nusxalari, oila a'zolarining barchasining pasport nusxalari, ID kartalari.
bir tug'ilganlik haqida guvohnomalar, voyaga yetmagan farzandlaringizning tug'ilganlik haqida guvohnomalari nusxalari, chi nikoh yoki nikohning bekor qilinganligi haqida guvohnoma. Bu yolg'iz onalar yoki bo'yi bo'lmay qolganlar uchun muhim. Daromadlar to'g'risida ma'lumotnoma. Rasmiy ish joyidan oxirgi indiki oylik daromad haqida ma'lumotnoma. Bu yerda maosh miqdori ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, soliq idorasidan so'nggi hisobot davridagi daromadingiz haqida ma'lumotnoma. Agar ishsiz bo'lsangiz, bandlikka ko'maklashish markazidan ishsizlik nafaqasi olganligingiz yoki olmaganligingiz haqida ma'lumotnoma, bank hisob varag'i ko'chirmasi. Oxirgi 6 yil indiki oylik bank hisob varag'ingizdagi pul tushumlari haqida ko'chirma. Bu ayniqsa norasmiy daromadlar yoki pul o'tkazmalari mavjud bo'lsa, juda muhim. Mulk hujjatlari. Sizga tegishli bo'lgan uy-joy, yer uchastkasi, avtomobil va boshqa ko'chmas mulk hujjatlarining nusxalari. Agar mulk umumiy mulk bo'lsa, bu ham ko'rsatilishi kerak. Nogironlik yoki kasallik haqida ma'lumotnoma. Agar oila a'zolarida nogironlik mavjud bo'lsa, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi tamaki xulosasi. Surunkali kasalliklar bo'lsa, davolovchi shifokordan ma'lumotnoma va davolanishga ketgan xarajatlar cheklari. Ijarada yashayotgan bo'lsangiz, ijara shartnomasi nusxasi. Bu sizning turar joy sharoitingizni baholashda yordam beradi. O'tib, qanday murojaat qilish kerak? Aksariyat hollarda murojaat jarayoni to'liq raqamlashtiriladi va MyTokov uz portali orqali amalga oshiriladi. Onlayn murojaat MyTokov uz portaliga kiring. Ro'yxatdan o'ting, agar ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz. Ijtimoiy himoya bo'limini toping. Kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam olish uchun ariza yoki shunga o'xshash nomdagi xizmatni tanlang. Arizadagi barcha savollarga diqqat bilan javob bering va yuqorida sanalgan hujjatlarning skaner qilingan nusxalarini yoki sifatli suratlarini yuklang. Arizani yuborishdan oldin barcha ma'lumotlarni diqqat bilan tekshiring. Offline murojaat qo'shimcha variant sifatida, agar onlayn murojaat qilish imkoniyatingiz bo'lmasa yoki qiyinchilikka duch kelsangiz, hududiy ijtimoiy himoya agentligi bo'limlariga yoki mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. U yerda mutaxassislar sizga arizani to'ldirishda va hujjatlarni topshirishda yordam berishadi. Ammo baribir elektron tizimdagi ma'lumotlar asosiy bo'ladi. 4. Arizangizda nimalarni yozishingiz kerak? Standart savollarga javob berishdan tashqari, sizning oilangizning o'ziga xos holatini ko'rsatadigan qo'shimcha tushuntirishlar berishdan tortinmang. Masalan, agar sizning mulkingiz bor bo'lsa-yu, u daromad keltirmasa, buni batafsil izohlang. Agar oila a'zolaridan kimdir og'ir kasallikka chalingan bo'lsa va doimiy davolanishga muhtoj bo'lsa, bu haqda yozing va tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qiling. Qarzlar, kreditlar, kommunal to'lovlar uchun katta xarajatlar kabi omillar ham sizning moliyaviy ahvolingizni yomonlashtirishi mumkin. Bu haqda ham eslatib o'ting. 5. Javobni kutish va shikoyat qilish tartibi. Arizangiz ko'rib chiqilgandan so'ng tizim orqali yoki SMS xabar orqali sizga javob yuboriladi. Agar sizning arizangiz rad etilsa va siz bunga rozi bo'lmasangiz, shikoyat qilish huquqiga egasiz. Shikoyatni ham My.gov uz portali orqali yoki ijtimoiy himoya agentligining yuqori turuvchi organlariga, shuningdek xalq qabulxonalariga yuborishingiz mumkin. Shikoyatingizda rad etish sababini batafsil tahlil qiling va o'zingizning haqligingizni isbotlovchi qo'shimcha dalillarni taqdim eting. Esingizda bo'lsin, sizning har bir murojaatingiz ko'rib chiqilishi shart. Xulosa qilib aytganda, yangi ijtimoiy himoya ro'yxatining joriy etilishi mamlakatimizda ijtimoiy adolatni ta'minlashga qaratilgan muhim qadamdir. Bu jarayon avvaliga ba'zi tushunmovchiliklar yoki qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Ammo yakuniy maqsadi yordamni chinakam muhtoj bo'lganlarga yetkazishdir. Men bugun sizga bu boradagi barcha asosiy ma'lumotlarni, e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlarni va amaliy qadamlarni tushuntirishga harakat qildim. Sizning vazifangiz ushbu ma'lumotlarni o'rganib chiqish, o'z oilaviy ahvolingizni xolisona baholash va kerakli choralarni ko'rish. Agar sizda yana qandaydir savollar bo'lsa, ushbu video ostidagi izohlarda yozib qoldiring. Men ularga imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Shuningdek, videoni do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan baham ko'ring. Chunki bu ma'lumot ko'pchilikka foydali bo'lishi mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun sizning e'tiboringizga nihoyatda muhim va dolzarb mavzuni havola qilaman. Bu yangilik so'zsiz
ko'plab oilalarning moliyaviy ahvoliga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Hukumat tomonidan tasdiqlangan va joriy etilayotgan yangi ijtimoiy himoya ro'yxati haqida gapirmoqchiman. Bu ro'yxat nafaqat kimlar ijtimoiy yordam olishi mumkinligini aniqlab beradi, balki ushbu yordamni olish mezonlarini ham tubdan o'zgartiradi. Kimlar bu ro'yxatga kiradi, kimlar undan chiqib ketishi mumkin? Qanday o'zgarishlar kutilmoqda va eng muhimi, siz o'z oilangiz uchun nima qilishingiz kerak? Bularning barchasini bugun juda batafsil muhokama qilamiz. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumotni o'zingiz va yaqinlaringiz uchun saqlab qolishingiz juda muhim. Yangi ijtimoiy himoyani aniq belgilashning asosiy muammosi avvallari ijtimoiy yordam tizimi bir qancha kamchiliklarga ega edi. Masalan, kambag'allik chegarasini aniqlashda ko'pincha subyektiv yondashuvlar mavjud edi. Ba'zi oilalar qog'ozda yaxshi ko'rsatkichlarga ega bo'lsa-da, amalda qiyin ahvolda yashardi. Boshqalar esa rasmiy daromadlari past bo'lsa-da, norasmiy daromad manbalariga ega bo'lib, ijtimoiy yordamni haqiqiy muhtoj oilalardan tortib olar edi. Bu muammo ko'pincha haqsizlikka olib kelardi. Masalan, mahalla qo'mitasi a'zolari yoki ijtimoiy xodimlar muhtojlik darajasini aniqlashda shaxsiy tanish-bilishchilikka asoslanishi mumkin edi. Yoki ba'zan oddiygina ma'lumotlarning yetishmasligi sababli xato qarorlar qabul qilinardi. Oilaning avtomobili bormi yoki yo'qmi, uyining kattaligi qancha, qanday qishloq xo'jaligi mollari bor, bularning barchasi baholanishi kerak edi, ammo bu jarayon doim ham shaffof va adolatli emasdi. Shuningdek, ma'lumotlar bazalarining tarqoqligi sababli bir oila bir necha xil turdagi yordamni olib, boshqa bir haqiqiy muhtoj oila esa hech qanday yordamsiz qolib ketish holatlari ham kuzatilgan. Masalan, nafaqa oladigan oilaning farzandlari ishlashga ketib, har oyda katta miqdorda pul yuborsa ham, tizim bu haqda bilmas edi. Yoki uy-joyi, avtomobili bor bo'lsa ham, faqat rasmiy ish haqi pastligi sababli kam ta'minlanganlar ro'yxatda turaverganlar ham bo'lgan. Endilikda vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Yangi tizim ma'lumotlar almashinuv va raqamlashtirish asosida ishlaydi. Hukumat bir nechta ma'lumotlar bazasini birlashtirishga kirishdi. Masalan, soliq idorasi, kadastr, banklar, ichki ishlar vazirligi va pensiya jamg'armasi ma'lumotlari bir platformada jamlanadi. Bu degani, endi sizning rasmiy daromadingiz, mulkingiz, avtomobilingiz bor yo'qligi, bank hisob varag'ingizdagi mablag'lar va hatto xorijdan kelayotgan pul o'tkazmalar ham tizim tomonidan tahlil qilinadi. Har bir oila a'zosining ijtimoiy profili yaratiladi. Unda uning ish joyi, daromadlari, mulklari, sog'lig'i haqidagi ma'lumotlar jamlanadi. Bu ma'lumotlar asosida oilaning muhtojlik darajasi avtomatik ravishda hisoblab chiqiladi. Maqsad yordam chinakam muhtoj bo'lganlarga, ya'ni haqiqiy daromadi kambag'allik chegarasidan past bo'lgan, mulki minimal darajadagi va yordamga ehtiyoji bor oilalarga yo'naltirish. Eski tizimdagi subyektiv omillarni kamaytirib, obyektiv va shaffof mezonlar asosida qaror qabul qilishga intilinyapti. Bu jarayonning murakkabligi shundaki, har bir oilaning o'ziga xos holati bor va buni faqatgina raqamlar bilan to'liq baholash qiyin. Shu bois yangi tizimda inson omilini ham butunlay yo'qotmaslikka harakat qilinadi, lekin uning rolini nazorat ostida saqlash ko'zda tutilgan. Ba'zi hollarda tizimning dastlabki xulosasiga qo'shimcha ma'lumotlar va tushuntirishlar talab qilinishi mumkin. Birinchisi, asosiy qo'yisim yangi ro'yxat haqida bilishingiz shart bo'lganlar keling. Yangi tizimning asosiy jihatlarini tahlil qilaylik. Eng muhim o'zgarish bu kambag'allik chegarasini hisoblash metodologiyasidir. Endi bu chegaraga nafaqat bir oila a'zosiga to'g'ri keladigan o'rtacha daromad, balki boshqa omillar ham kiradi. Misol uchun, oilaning uy-joy sharoiti, kommunal to'lovlar uchun qancha pul sarflanadi, oila a'zolarining salomatligi, nogironlik, surunkali kasalliklar, bolalar soni va ularning yoshi, maktabga borishi yoki bormasligi kabi ma'lumotlar ham inobatga olinadi. Ushbu ma'lumotlar avtomatlashtirilgan tizimga kiritilib, har bir oila uchun individual muhtojlik bali hisoblab chiqiladi. Ballarni hisoblashda har bir qo'shimcha bola uchun, har bir nogironlik holati uchun yoki surunkali kasallik mavjud bo'lganda ma'lum ballar qo'shiladi. Aksincha, agar oilada ikkinchi uy, qimmatbaho avtomobil yoki bank hisob varag'ida katta miqdordagi mablag' aniqlansa, bu ballar kamayadi. Yuqori ball to'plagan oilalar ro'yxatga kirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Chunki bu ularning yordamga bo'lgan yuqori ehtiyojni ko'rsatadi. Endi esa kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanmasligi kerakligi haqida batafsil gaplashaylik. Kimlar xavotirlanishi kerak?
1. Norasmiy daromad manbalariga ega bo'lganlar. Avvallari oylik maoshini rasman past ko'rsatib, qolganini konvertda oladiganlar yoki o'z-o'zini band qilgan holda daromadini deklaratsiya qilmaydiganlar ijtimoiy yordam olish huquqiga ega bo'lishlari mumkin edi. Endilikda bank hisob varaqlaridagi tushumlar, pul o'tkazmalari, ayniqsa chet eldan keladigan yirik xaridlar, masalan, yangi texnika, mebel va hatto kommunal to'lovlarning miqdori monitoring qilinishi sababli bunday daromadlar ham hisobga olinishi mumkin. Bu ma'lumotlar daromadlarni bilvosita tasdiqlash uchun ishlatiladi. Masalan, bir oila 5 kishidan iborat. Oila boshlig'i qurilishda norasmiy ishlaydi va o'rtacha oylik 5 million so'm daromad topadi. Lekin buni hech qayerda rasman ko'rsatmaydi. Uning rafiqasi esa uy bekasi. Ularning 3 farzandi bor, bir maktabga boradi. Qolgan ikkisi bog'chaga. Eski tizimda ular kam ta'minlangan deb topilishi mumkin edi. Chunki rasmiy daromadlari yo'q. Yangi tizimda esa agar uning bank hisob varagiga muntazam ravishda har oyda 4-5 million so'm miqdorida pul tushumlari kuzatilsa yoki uning nomida katta miqdordagi elektr energiyasi va gaz uchun to'lovlar qayd etilsa yoki uning oilasi muntazam ravishda qimmatbaho supermarketlardan xaridlar qilib tursa, bu holatlar ularning haqiqiy daromadi rasmiy ma'lumotlardan ancha yuqori ekanligini ko'rsatishi mumkin. Tizim ularning haqiqiy turmush tarzini moliyaviy oqimlar orqali tahlil qilishi mumkin va natijada ular yangi ro'yxatga kirmasligi mumkin. 2. Mulkiga nisbatan daromad kam ko'rsatilganlar. Ko'pgina oilalarda, ayniqsa qishloq joylarda bir nechta uy yoki avtomobil bo'lishi mumkin, lekin ularning rasmiy daromadlari juda past. Yangi tizim kadastr, ko'chmas mulk va transport vositalari reyestridagi ma'lumotlarni tekshiradi. Mulkning kadastr qiymati va soni ham hisobga olinadi. Misol uchun shaharda yashovchi 2 farzandli oilani olaylik. Oila boshlig'ining rasmiy oylik maoshi 2 million so'm, rafiqasi ishlamaydi. Ularning bozor qiymati 200 million so'mdan ortiq bo'lgan bir qimmatbaho avtomobil bor va bundan tashqari ijaraga beriladigan ikkinchi uyi ham mavjud. Ushbu ikkinchi uy rasman ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa ham, ba'zi kommunal to'lovlar orqali uning borligi aniqlanishi mumkin. Avvalroq ularning rasmiy daromadi pastligi sababli yordamga haqli bo'lishi mumkin edi. Endi esa tizim ularning mulklarining qiymatini hisobga oladi. Agar ularning avtomobili va ikkinchi uyi ijara daromadi bilan birga kambag'allik chegarasidan yuqori darajani ko'rsatsa, ular ro'yxatdan chiqarilishi mumkin. Bu yerda aniq raqamlar muhim. Masalan, Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlarida umumiy mulk qiymati ma'lum bir summadan, aytaylik, har bir oila a'zosiga 1 million so'm oshsa, bu oila yordamga muhtoj emas deb hisoblanishi mumkin. Yordamga muhtoj bo'lmagan. Lekin avvalgi ro'yxatlarda turgan oilalar eski tizimda ba'zi xatoliklar tufayli yoki vaziyat o'zgargan bo'lsa-da, yordam olishda davom etayotganlar bo'lishi mumkin edi. Yangi ma'lumotlar bazalarining integratsiyasi bunday holatlarni aniqlash imkonini beradi. Har 6 oyda yoki yiliga bir marta ro'yxatlar qayta ko'rib chiqiladi. Masalan, bir oila 10 yil avval haqiqatan ham muhtoj bo'lgan va shuning uchun ijtimoiy yordam ro'yxatiga kiritilgan. Ammo so'nggi 5 yil ichida ularning farzandlari chet elga ishlashga ketgan va muntazam ravishda oilaga har oy 10 million so'm miqdorida pul yuboradi. Eski tizimda bu oila ro'yxatdan chiqmasligi mumkin edi. Chunki ularning rasmiy daromadi hali ham kam bo'lib ko'rinardi. Yangi tizimda esa pul o'tkazmalari ma'lumotlari bazasi ularning haqiqiy moliyaviy imkoniyatlarini ko'rsatib beradi va ular yordam ro'yxatidan chiqarilishi ehtimoli yuqori. Shu bilan birga, agar oila a'zolaridan biri biznes boshlab, rasman tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa va daromadlari oshgan bo'lsa, bu ham tizimga darhol aks etadi. Kimlar xavotirlanmasligi kerak va hatto qo'shimcha yordam olishi mumkin? 1. Haqiqatan ham og'ir ahvolda bo'lgan, ammo avval e'tibordan chetda qolgan oilalar. Bu toifaga nogironligi bor a'zolari bo'lgan oilalar, yolg'iz onalar, onasini yo'qotgan bolalarni tarbiyalayotganlar, boshqa oila a'zolari tomonidan vasiylikda surunkali kasalliklarga chalinganlar kiradi. Avvalgi tizim ba'zan ularning murakkab vaziyatlarini to'liq baholay olmasdi. Chunki ma'lumotlar fragmentlangan dedi. Misol uchun, yolg'iz ona 2 nafar voyaga yetmagan farzandini tarbiyalaydi. Uning rasmiy oylik maoshi minimal ish haqidan biroz yuqori 1 million so'm. Unga turmush o'rtog'idan aliment kelmaydi. Eski tizimda uning maoshi bir kishi boshiga hisoblanganda juda past bo'lsa-da, ba'zi mezonlarga ko'ra u ijtimoiy yordam olish huquqiga ega bo'lmasligi mumkin edi.
Yangi tizim esa uning yolg'iz ona ekanligi farzandlarining yoshi ayniqsa. Yosh bolalar ijarada turishi yoki kommunal to'lovlari miqdorini hisobga olib, unga yuqori muhtojlik balli beradi va uni yangi ro'yxatga kiritadi. Sog'lig'i yomonligi sababli ishlay olmaydigan fuqarolar ham tegishli tibbiy ma'lumotnomalar asosida avtomatik ravishda yordam ro'yxatiga kiritilishi mumkin. Agar sizda yana qandaydir savollar bo'lsa, ushbu video ostidagi izohlarda yozib qoldiring. Men ularga imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Shuningdek videoni do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan baham ko'ring. Chunki bu ma'lumot ko'pchilikka foydali bo'lishi mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.